Assalomu alaykum hammaga hurmatli Oksigen Sel kanalimizdan obunachilar. Bugun Oksigen Sel garderobimizga sizlar uchun juda ham jirniy va old bo'lgan akkauntlardan bittasini olib qo'yganmiz ham adashmagan bo'laman. Bu akkauntimizdan sizlarga qisqa muddat ichida chiroyli va qisqacha qilib obzor qilib o'tib ketaman. Har doimgidek boshlaydigan joyimizda bu kolleksiya leveli. Hurmatli obunachilar, kolleksiya levelimizni ko'rishingiz mumkin. 72-levelda ekan. Hammaga qiziq bo'lgan joyi endi sizlarni inventarimizga olib o'taman. Inventarimizda bitta ultimate kostyumimizni, bu yoqda ikkita X suitimizni, bu yoqda qolgan mifiklarni ko'rishingiz mumkin. Legendarniy shutimiz bor ekan. Mifiklar tugagisi kelmayapti. Ko'rib turganingizdek, shlemlarimizda naqd 5 ta mifik shlem. Bu yoqda bosh kiyimlarimizdan ko'rishingiz mumkin. Nashnoy ujus bosh kiyimimizni, qolgan bosh kiyimlarni ko'rishingiz mumkin. Maskalarimizdan ikkita ultimate maskamiz bor ekan. Tepa setlarimizdan hop ko'rsatib o'tgan krasniy tepa setimiz bu yoqda va qolgan tepa setlarimiz bor ekan. Sumkalarimizdan naqd 6 tasi mifik ekan. Hop bu yoqda Rick Moody degan pastki setimiz, pastki setlarimizdan bu yoqda Охотник maska degan pastki setimiz bor ekan. Oyoq kiyimlarini ko'rsatib o'tib ketaman. Garajimizda naqd 7 ta UAZga skinimiz bor ekan. Bu yoqda sedanimizga Porsche legendarniy superkarimiz bor. Bu yoqda hop sochlarimizdan ikkita sochimiz bor ekan bu akkauntimizda. Endi hammaga qiziq bo'lgan joyi akkauntimizni sizlarni laboratoriyasiga olib o'taman. Laboratoriyamizda hop naqd 55 ta prokachka bor. Bulardan eng keraklisi 1 2 3 ta 416 ga orujasi bor, kuchaytiriladigan. Bulardan bittasi shutimizni flowy varianti, lednikimizni flowy varianti va bu yoqda vektorimizni flowy varianti. Qolgan prokachkalarni ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda hop Fraun Uzimizni kilchat, bu yoqda Skarel shutimizni kilchat. Qolgan mifiklar nimalarni prokachkalarni ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda Rishaysi degan akamizni ham kilchat ekan. Bu yoqda hop Saygamizni kilchat, bu yoqda Mumiya 416mizni ham kilchat ekan. Xo'p, hurmatli obunachilar, endi kompaniyalarimizga o'tamiz. Kompaniyalarimizdan Bo'ri, Sher, Leopard va bu yoqda Keti degan kompaniyamiz bor ekan. Akkauntimizning obzorini ko'rdinglar, hurmatli obunachilar. Akkauntimizning narxi 2.600.000 so'm. Akkauntimizning to'liq obzori bilan narxini yana Telegram kanalimizga qo'yamiz. Sizlarga hozir qanaqa Telegram kanalimizga o'tish ko'rsatib o'tib ketaman. Hop, bu yoqdan chiqib olamiz. Instagramga o'tib, poistga Oksigen Sel deb yozasizlar. Tez yozsanglar, bu yoqda Instagram akkauntimizga chiqib keladi. Shu yerdagi shapkaning ustidagi savdo, katta savdoni ustiga bossanglar, katta savdo kanalimizga o'tib boradi. Shu yoqda akkauntimizning to'liq narxi bilan obzorini ko'rishingiz mumkin. Hammaga kattakon rahmat, sizlar bilan Oksigen Sel kanali bo'ldi.